Xayrli kech qizlarjonlar. Mana bu mana hozir sizlar uchun ochib ko'rsatdim. Faqat bitilib ketdi. Skotch juda ham qattiq ekan. Qaranglar qizlarjonlar, mana bu Inline Oil Vanini brendidan. Bu vegan mahsulot hisoblanadi. Juda ham rasazo'r. Bu nima vazifani bajaradi? Ya'ni 50 ming peptidli yuqori peptid bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Buni yuzingizga surganingizdan keyin juda ham chuqur dermoqavatdan namlanish beradi. Ya'ni oziqlantiradi. O'sha o'lik yotgan hujayralarni ishga soladi. Ajinlaringizni yoyib beradi. Yuzingiz elastikligini zo'r ko'tarib beradi. Buni har kuni hozirgi qish sovuq sezonda har kuni ertalab kechqurun sursangiz bo'ladi. Istasangiz buni krem bilan birga qo'shib sursangiz ham bo'ladi. Ajinlaringizni yoyib, yuzlaringizni shunaqa tiniq qilib beradi. Bo'yin ajiniga ham juda ham asos. Bo'yningizga, yuzingizga, qo'llaringizga tomchi qilib nima qilsangiz rasazo'r. Keyin o'sha ajinlar bilan ishlash uchun mana retinalli mahsulotlarimiz ozgina qoldi bulardan. Xudo xolasa yana keladi. Mana bu vitaminni ham ichishingizni tavsiya qilaman. Faqat homiladorlarga mumkin emas va emiziklilarga va homilaga tayyorlanayotganlar uchun mumkin emas. Mana shuni ichishi ham juda ham maslahat qilaman. Juda ham rasazo'r. Ya'ni terilarni elastikligini juda ham oshirib beradi. Bitta quruq ajinni o'zi bilan tashqi tomonlama emas, ichki tomonlar ham qo'llash kerak.